Xayrli kun barchaga Misrdan. Ya'ni keyingi sayohatni aynan siz bilan bo'lishi mumkin va siz bilan bo'la oladi. Bu faqat o'zingizga bog'liq, o'zingiz ruxsat bersangiz, ravo ko'rsangiz va o'rnimizdan turib ishlasak bo'ladi bu narsa. O'rnimizdan turib ishlamasa ekanmiz, hech qachon hech narsa bo'lmaydi. Bizda doimo nima bor bilasizmi? Bizda doimo ertaga degan narsa bor. Doim bizda ertaga qilaman, ertaga jamoa qilaman, ertaga ofisga boraman, ertaga gaplashaman, hamma inson bilan ertaga o'zgaraman degan. Biz bugundan o'zgarishimiz kerak. Hozirdan o'zgarishingiz kerak. Agar hozirdan o'zgarmas ekansiz, hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Ya'ni ustozni, shogirdni, oilani hech narsani o'zgartira olmaymiz. Biz faqat o'zimizni o'zgartirishimiz kerak va albatta kompaniyani o'zgartirish kerak emas. Hurmatli liderlar, kompaniyadan kompaniyaga o'tish yechim emas. Mening sizga maslahatim, bitta kompaniyani hattoki marketingini eshitib ham ko'rmang. Bizda xato qayerda? U kompaniya marketingini eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Misrdan salom. Biz juda qorayib ketdik. Safiya mana sochlarini ko'rishingiz mumkin. Barchangizni, ya'ni mana shu kursimizda ishtirok etayotganingiz bilan tabriklayman. Hurmatli liderlar, bizda kurs ochilgan edi. Hozirgi kunda 10 kunlik kursimizda, ya'ni standart tarifidagi liderlar ertaga Xudo xohlasa bitiradi va undan keyin VIP tarifidagi liderlar har bittasida anglashlar, har bittasida katta darslar, hattoki darslarni ko'rib ulgurmayotgan liderlarimiz bor ichida. Shuning uchun tabriklaymiz. Va bizga juda ham ko'p, ya'ni savollar, takliflar kelib tushgani uchun sizlarga yangilik aytmoqchiman. Kursimizni ikkinchi potoqiga start berdik. Ya'ni xuddi shu kurs, faqat o'qiy olmagan liderlar ko'p ekan. Shuning uchun bizga, ya'ni taklif berishganlari uchun biz, ya'ni 15-sanadan boshlab kursimizga yana start beramiz. 15-20 sanani o'rtasida boshlaymiz Xudo xohlasa ikkinchi potogini va undan keyin bu kurs ochilmaydi. Ya'ni o'zi bu kurs, biz bitta kurs qilmoqchi edik, lekin bizda hozir 4 ta gruppa bitiryapti va undan tashqari 4 ta gruppadan tashqari yozilmagan liderlar juda ko'p ekan. Shuning uchun talab va takliflarga binoan biz yana 15-sanadan 20-sanagacha biz hozir mana shu kursimizga yana start berdik. Kimlar hali ulgurmagan bo'lsa, jamoaviy o'qimoqchi bo'lsa, bemalol, ya'ni adminlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Bu juda katta kurs hisoblanadi. Shuning uchun bizda yana ikkinchi potok ochildi. 15-sanadan 20-sana o'rtalarida Xudo xohlasa kursimizni ochamiz. Barchangizni tabriklayman va albatta kutaman. Rahmat va chiroyli atmosfera ko'rsataman sizlarga.